Mercedes-Benz 500 K modelini olib kelib qo'yganmiz. Biriga o'lchami 1/24. 2 eshigi, kapot bagajlar ochiladi. Ichida qo'shimcha shunaqangi emalamalari bo'ladi. Chiroqlar ham yonadi. Past tomondan chiroqlar yonadi. 3 xil to'rt rangi bor. Bu tomonda shunaqa binafsha rang, bu tomonda qora. Bu tomonda shunaqa seriya rangi bor. Narxi 175 mingdan. Keyin Galvin modelini olib kelib qo'yganmiz. 1/24 narxi 175 ming. Ishlari tepaga ochiladi. Tug'anida sifati ham yaxshi. Kurtuganda ichida zapas balonlar ham chiqadi. Qo'shimcha balonlar bo'ladi. Narxi 75 mingdan. 3 xil rangi bor. Oq, qora. Keyin bu tomonda shunaqa seriya rangi bor. Buni qopda o'lcham bilan olib kelib qo'yganmiz. Yashili ham bor. Biriga 24 mashtab. Narxlari 330 ming so'mdan. Bu yerda oq, qora, yashil rangni olib kelib qo'yganmiz. Yengillik ko'p do'konimizda. Bu tomondan Mercedes yengillik 175 mingga. Yengillik o'shroq kelsa bo'la ham 175 ming so'mdan. Yengillikka shu off-road varianti qisqacha ko'rsatib o'tib ketaman. Bu tomonda 400 ming atrofi. Bu tomonda 150 atrofi. Yengilliklar zo'ri BMW. Narxi 175 mingdan. 4 eshik kapot bagajda ochiladi. Haqiqiy mashinalardan bittasi. Bu tomonda oq tomonda ham bor zapaslari. Mercedeslar bu tomonda. Asqator deydi, 85 100 ming atrofidagi mashina. Mashinalardan kichkinasini olib kelib qo'yganmiz. Buni ko'rsatib ketamiz. O'sha yengillik ba'mamizda. Katta bo'lgan o'yinchoq bor. Narxlari 300 ming so'mdan. Hech qanaqa ovoz chiqarmaydi, lekin kolleksiyaga zo'r mashinalar. Galvinda mana ko'k degan bor ekan. 175 mingdan. Tepada ham boshqacha mashinalar bor. Hamilton Pagani. Kichkina motorli, bu tomonda mana BMW. O'ttiradan ham yengillik bor. Keyin biriga 18 razmerda 400 grammga X5, keyin bu tomonda M5 modelni olib kelib qo'yganmiz. Buni Xanli ovoz chiqarmaydi. Xanli sotib nomasi bilan 6 o'rtan kattaligi. Buni korobkasi ham bor. Mana UAZ'ga kelgan. UAZ'ga 2 xil rangi bor. Ko'rganingizda. Narxlari 255 ming so'm. 255 ming. 4 eshik kapot bagajda ochiladi. Ovoz ham chiqadi. Prado Land Cruiser. Narxlari 335 ming so'mdan ekan. 4 eshik kapot bagajda ochiladi. Oq, qora ranglari bor. Bu tomonda geliklarimiz narxlari 370 dan. Bu tomonda kichkina Jeep. Ko'rinib olib qo'ygan narxi 175 ming so'mdan. 170 dan bular ham 175 dan. Brief 60 mingdan bular. Yengillik ko'p. Mana Xitoy yangi mashina so'rashadi. 175 ming so'mdan. Golf. Shunamizda Porsche Golf bu tomonda. 175 ming. Yana batafsil video qilamiz. Yengilliklarni hammasini mana bamba 180 ming chiqadi bo'li, 95 mingdan bo'li. Toyota'lar ham
175 ming 4 kishi kapitaliga yoziladi. Ranglarda bor bu tomonda. Eng kichkinasini olib kelib qo'ygan 85 ming so'mdan 85 85 zikr 85 dan 95 mingdan. Qisqasi do'konimizda yengillik ko'p. Do'konimizda kutib qolamiz.